Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Fobar savdo markazida mavjud texnikalarimiz to'g'risida ma'lumot berib, videolarimizni shu YouTube kanalimizga qo'yib berar edik. Bugungi videomizga sizlarga hozir savdo markazimizda mavjud bo'lgan Zubur 1125 4x4 mini traktorimiz to'g'risida bir qator ma'lumot berib o'tib ketamiz. Shu videomizga like bosib, kommentariyalarda o'zlaringiz fikrlaringizni qoldirib ketsangizlar bo'ladi. Narxlari, necha ot kuchligi, qanday xarakteristikaga ega ekanligi to'g'risida hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xudo xolasa kuzatib o'tiringlar. Instagram tarmoqlarında, Telegram kanalında da şu Fobar uz deb yazsangizlar, bizlerdi izlep tapsangizlar bo'ladi. Bundan başka texnikalarimiz, skuterler, katyollarimiz, hamma benzinli, elektronli motorlarimiz haqida barisinde ma'lumotlar qo'yib borganmiz. Aksiyalarimiz bor hozir. Misol uchun tank skuterga aksiya 5 dana tank skuterini qo'yganmiz. Aksiyaga Instagramda o'tib ko'rsangizlar bo'ladi. Instagram Fobar pastki chiziqcha uz deb yazsangizlar, bu Instagramdagi kanalimizda da profilda post video qilib qo'yganmiz. Uni ham ko'rib, agar tank skuterga qiziqib yurgan tanishlar bo'ladigan bo'lsa, bir manfaatli bo'ladi. Aksiya bahasida turibdi, yili 300 sotildi. 2 dana tank skuterimiz bor aksiyada turgan. Bu muddat qo'ymaganmiz, 5 dana tank skuterini aksiyaga qo'yganmiz. Bu alohida bir mavzu bo'ladi, uni o'tib ko'rsangizlar bo'ladi. Endi bugungi obzorimizda Zubur 1125 mini traktorimiz bo'ladigan bo'lsa, hozir bizlarda nalichida bor bir narsadan kilitda kodlanadi. Birinchisi kilitda yonib turibdi. Traktorimizning so'nggi kelgan modeli bu o'tgan yil ham sotganmiz. O'tgan yilga nisbatan ancha bu modernizatsionni bo'lib kelgan, hammeri o'zgarishlari kuchli. Misol uchun buni diskasining bir yerini protovis qo'yilgan, ovur bu ko'p cho'pchib tushirmaslik uchun bu traktorchilarimiz o'zlari biladi. 9,5 ga 24 lik degan baloni katta qildan qo'yilib keldi. Ham buning oldingi moslari eldam tortaton xili 4x4 bo'ladi. Buni shvillari oldingilar insizroq, yuqoriroq narsadan maydaroq bo'ladigan edi. Berlar ham baquvvat bo'lib kelgan. Yana tag'in bundan oldingiga solishtirganda afzallik tomoni, mana motori hozir 18 ot kuchi deyilgan, lekin traktorning o'zi 25 ot kuchi. Motorning ot kuchini motor ishlab chiqargan zavodning o'zi qo'yadi. 18 ot kuchi deb qo'ygan bo'lsa, buni buyog'ina traktor ishlab chiqaruvchisi zadniy mostdan korobkaning tezligidan kelib chiqib, traktorning ot kuchini 11-25 ot kuchli deyilgan. Lekin bir yozilgan kitobunda nesinde yo'q. Hayda bilgan odamlar biladi buni. Bunda o'zining bir yerinde radiator bo'ladi, ochib ko'rsatamiz. Ariyoq ochib idimi? Mana bu yoqdan keling. Mana o'zining suv radiatori. Bu yoqda sizlarga may bachog'i bo'ladi. Oldingilarda buni o'zini radiatori bilan ishlaydigan edi. Bu yog'i yozning kunlarida yer surganda ishlatgan vaqtida, shudgorda ishlatgan vaqtida buni bilan qizib ketadigan edi. Baştaga kelgan partiyasi shunday bo'lib keldi-da buning. Ondan keyingisinde radiator qo'shib ber deb zakaz etganimizdan keyin radiator qo'yildi, bu mana bunday turadi edi, bu yoq betida. Ko'rsataylik. Radiator mana yerga joylashib, buni mubtini bosgan vaqtida oldingilarda sal mushayib beradigan edi. Buni perdelka etib, o'zlarimizning traktorchi akalar boshqa yerga o'rnatib yuruydi. Ana shu narsasini endi radiator как положено oldingi MTZ traktorlarga etib eldini o'rnatilgan. Yine bir üstünlük tarafı oldingi safargidan pompası var, отдельный. Manodun o'zining mana yerda pompasi var alohida. Ondan tashqari mana yerga ulkan pompa qo'yilgan. Mano radiatordan suvni aylantirib, endi traktor qizib ketmaydi yozning issisida. Haydasangiz ham bemalol ishlataversa bo'ladi. Oldingi bundan oldingi 1125 degan traktorimiz bor edi, endi tortmaydigan. Ondan ham satdik. Onda bunoday radiatorlar, bunoday pompalar bo'lmagan, qizib ketadigan edi. Bunga o'zlarimizning usta akalarni chaqirib perdelka etgan vaqtimizda mototsiklning radiatoridan qo'yib, oldingi 2141 degan mashinalarning pompasidan bunodaylar zatlarni maslab o'zlarimiz perdelka etib qo'yib berdik. Ular ham yurttirdi. Endi bular Xitoyning o'zi shu narsalarni aytganimizdan keyin shunday deb yiberdi. Bu juda qulay bo'lib keldi. Endi mana traktorning oldingi partiyasida roli mexanik edi. Ondan keyingisinde roli mana nasos qo'yildi, bunoday nasos. Lekin bu оборотni traktor yurgan vaqtindagina nasos ishlaydigan edi. To'xtab turgan vaqtida rolni biraton bo'lsang, gidrasi ishlamaydi edi. Sel haydagandan keyin yengil bo'lib ishlab ketaveradi edi. Endi buni ham o'zgarish kiritilib, buni nasos оборотni motordan olgan. Yonib tursa bo'ldi, rollar ip-yumshoq qo'lda buriladi. Bu ham qo'shimcha yangilik. Buni ham qo'shimcha yangilik. Mana radiator alohida bir mavzu. Hammasi bo'ldi, endi 100% ishonch bilan ayta olamiz. 4-5 gektar yeri bor, bog' bolalarga bo'lsa, bog'i bor bo'lsa, yo oilada kreditga chiqarib olib turib yer sürüp
ahalining yerlerini sürüp berish xizmati orqali daromad qilsa da bo'ladi bu bilan. Ana yeri barlarga o'zini yeri uchun polni yetib ortadi. 4-5 gektar, 10 gektar yeri bar bo'lsa da bersini birden sürmeydi-ku. Bo'laveradi. Buni yag'inda 3 skors bo'ladi. Panijinli, povshinli. Tashboqqa yurish bilan quyon yurish degani bo'ladi. Nazatga 1 skors, eldiga 1, 2, 3. Shundan tashqari buni quyon yurishga qo'yib haydaydigan bo'lsa 3-6 tezlikda yuradi. Tak. Mana bu narsasi 3 bo'lib keldi. Mana 3 dona richagi bor. Bir vaqtning o'zida hem arkasini ko'tarib tushira oladi richaklar. Hem eldine jatqi qo'ysadan bo'ladi, bel qo'ysadan bo'ladi eldine. Hem şu iki narsasi bar vaqtida da arva cho'nkarib netsedem şu ulkan traktorlardagina 3 richakli bo'ldi, respiratorli. Mana arkasini novis nochaslaridan tanishtiradigan bo'lsam, 2 silindrli, oldinga nisbatan hadur baquvvat materiallardan ishlangan buni. 2 dona nasos silindri var, arqaliqlari var. Buna hozirgi turishunda chizil taqsadan bo'ladi, fuluk taqsadan bo'ladi, dilinovas taqsadan bo'ladi. Hamma narsaga moslashgan. Buni yerda arkasida mana nesi var? Vom deb aytiladi. Vomini ishlatsak ham bo'ladi. Qandaydir mini kombaynlar qo'shib ishlatsa da bo'ladi. 4x4 eldem artam tartadi. Gidrobacho'g'i mana bu yerga joylashgan. Hem bu mening 2 dona krilda ushab turadigan bo'lsam ekan, hem gidrobag ham shu yerda joylashtirilib, qulay qilib joylanib ketgan. Endi bu yog'ini o'tadigan bo'lsak, bu yerda ularni tanishtirmadim. Richaklar. Mana richaklarni ko'rsatib o'tamiz. Bu yog'indan kelsang yaxshi bo'ladi, bu yerdan keyin ko'rsatamiz. Mana arkasini novis nochaslarda respiratorda ishlatadigan nasosi. Eldilmini qo'shib ajratadigan gidronasosi qo'shadi, ajratadi. Mana richagi panijinli povshinli. Panijinli povshinli bu yoqqa qo'ysa, panijinli povshinlida yuradi. Mana ortingi vomni qo'shadigan richagi mana buni. Tak, mana ariyag'ina over narsalar ortilgan vaqtida ko'tarib qo'yib, meni tirab qo'yadigan press tushib ketmasligi uchun to'xtab turadigan narsasi richagi mana. Tak, bu yog'ini qaraydigan bo'lsak, bu yerda alohida bu motorga Moskvishlarning, Jigulilarning motorini dinamini o'xshagan katta dinam qo'yilgan. Avvalgi o'zimda buning motorning o'zidan ichidan chiqadigan tok akkumulyatorni zaryad berib yetishmaydigan edi. Shuning uchun bu yerga katta dinam ham qo'yilgan. Buni bachoq niye bo'ladigan bo'lsa, bu bu yerda rol uchun, gidrolika uchun ishlangan inchi nasosni may bilan ta'minlaydigan bachog'i. Tak, yana tag'in eldingi moslari katta yog'i 504, 304 degan traktorlardagina o'xshagan katta mos bilan jihozlangan. Birlarine 100% garantiya. Mana kardallari bor, eldidan tartadi. Bir ko'rsatib bersak. Reduktorlarni ham ko'rib berishingiz mumkin. Tak. Ana shunday deb umumiy ahvoldagi ko'rinishi mana ko'rinishi ham bir qichimgina chiroyli narsa bo'lib chiqdi. Bismillah, buni ko'rsataman mana. Tak, Vasiliyning traktori kam, selkam. Bakoy aynalarni o'zlaringizga moslab hayda yursangizlar bo'ladi. Bu traktorning obzorini qiziqib o'tirgan mijozlarimiz Instagramda, YouTube'da kommentariyalarga yozib o'tir, shu traktorlarning obzori bo'lsa qilib beringlar dedi. Menimcha hamma xarakteristikasini aytib ulgurdim kerak. Agar qo'shimcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib ketsangiz bo'ladi, ya shu ekranda nomerlarni qoldiramiz, o'zlarimizning shu nomerlarga telefon qilib so'rasangizlar bo'ladi. Ha, asosiy aytgan yerimiz bu traktorning narxi. Narxi naqd pulga 55 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa, ana shu turishi o'zi 55 million so'm. Kelishib, yana tag'in kelsangizlar, ishtirsan aytgan bo'lsangizlar, joyinda shappatingizga yana gaplashsak bo'ladi. Dastavkasini Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha tashib bera olamiz. Kelishilgan holda bo'ladi. Dastavkalar ham bersiz shuni 55 ning ichida gaplashgan vaqtida hammasi kelishilib ketadi, xudo xolasa. Agar hakim yordamchi orqali olamiz, kreditga qanday bo'ladi degan savollar tug'iladigan bo'lsa, hakim yordamchining tavsiyanomasi orqali bir odamga 33 million so'm garovsiz kredit beriladi. Har bir mahallada bor hakim yordamchilar. Shu orqali kelib oladigan bo'lsangizlar, 33 million so'm kredit chiqartirasangizlar, qolganini tak yana 25 million so'm naqd pul bersangizlar, shu narsani haydab ketsangizlar bo'ladi. Yana nozini aytchaq o'tirdim. Buning hozirgi holatida ichine zadnimosuna ketadigan tat degan zatlar yaxshisidan solingan, kartelga optollari solingan, hamma zapravkasi tayin turibdi. Haydab ketaman desangizlar ham bo'ladi, rayonning ichida bo'ladigan bo'lsa, haydab ketsangizlar ham bo'ladi. Uzoqroq yerlar bo'lsa, dastavka qildirsangizlar ham o'zlarimizda texnikalarimiz bor, olib borib beramiz. Shu yerda haydab ko'rib, hamma joyini ishlatib beraversak bo'ladi. Traktorning shu turishindagi narx-navosi bu. Agar orqasida tag'iladigan agregatlari bormi desangizlar,
Frezası bo'ladi. Eni 1.30'lığı var, eni 1.60'lığı var. Bakalari tek 1.60'lığının bakası 7 milyon so'm miydi, 7,5 milyon so'm şu etrafında. Onu keyin 2 korpusli pılık, 3 korpusli pılık, aylanma pılık deganlar ham bor. Şu zatlarni qo'shib olsangizlar, eldine ularning narxlari alohida bo'ladi. Jatkisi bor 1,5 metrlik, 2 metrlikni qo'ysangizlar ham bo'ladi, maslab. Bir dilka bu yog'i o'zlarimizdan kelib chiqaveradi. Ana aziz obunachilar, menimcha hamma ma'lumotni berib o'tdim. Bundan buyog'ini kanalimizni kuzatib borsangizlar, boshqa texnikalarimiz to'g'risida da videolarda shunday joylab boramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rolları barmakta ucunda mı?